birinchi perinosdan oldin miyomani yoki polipni olib tashlash, sinexiyani to'g'irlashni maslahat beramiz. Polip miyomaning borligi yoki endometrit qavatining qanaqadir normal bo'lmagan holati, endometrit sinexiyaga o'xshagan kamchiliklari embrionning implantatsiyaga bo'lgan ehtimolligini pasaytiradi. Bunaqa holatlar imkoniyatni birdaniga 50% ga, ba'zida undan ko'proqqa ham pasaytiradi. Shunday ekan, o'lchami qanchalik katta bo'lsa ham, poliplar soni ko'p bo'lsa yoki bular bilan bog'liq bo'lgan patologiya bo'lsa, shunda imkoniyat sezilarli darajada pasayadi. Ba'zida 0 ga yaqinlashadi. Bunaqa holatlarda biz nima qilamiz? Bemor imkoniyati darajasida maksimum homiladorlikka yetishish uchun agar o'zida polip yoki miyomani ko'radigan bo'lsak, bemorga gastroskopiya amaliyotini taklif qilamiz. Bularni to'g'irlash uchun birinchi perinosdan oldin miyomani yoki polipni olib tashlash, sinexiyani to'g'irlashni maslahat beramiz.